bu yerda berkingan odamni ko'ryapsizmi? Endi bu yerdachi. Bunisida esa aniq ko'rmayotgan bo'lsangiz kerak. Bugun men shunaqa berkingan odamlarni topishim kerak bo'ladi. Va bizda 6 ta ishtirokchi bor. Bularning hammasi mana shu katta dachada niqoblar bilan berkinishadi. Chunki bu videoda biz niqobli berkinmachoq videosini olamiz. Farid bo'lsam hamma berkinishga ketsin. Va do'stlar, shu bilan vaqt ketdi va bolalarning berkinishiga atigi 2 soat beriladi va 2 soatdan keyin esa men ularni qidirishga kelaman. Va ana endi esa men dashdan chiqib ketdim. Bizadachi sirli ishtirokchi bor. Sirli ishtirokchi? Da. Tipa yangi bolaman. No, yangi bola emas, taniysan uni. Ya shoshing, berkinadimi nima u? Xullas, yaxshi narsa shuni topasan, ko'rasan. Qo'lda aytgan sirli ishtirokchini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasiz. Va endi bo'lmasam, video boshlandi. Goblin, bu videoda nima qoldi? Darknet 7-qismni so'rayotgan insonlar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki Darknet 7-qism chiqishdan oldin sizlar mana shu challenge bo'layotgan voqealarni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki Darknet 7-qismda qanaqa klon kelishi va yana boshqa ma'lumotlarni mana shu videoda bizni kutmagan holimizda klon va sirli qahramon kelib ochishdi. To'g'risi men o'zim hayratga tushdim va qolgan ishtirokchilar bundan qo'rqib ketishdan xavotir oldim. Lekin to'liq voqeani video davomida to'liq ko'rib chiqing va albatta o'zlaringiz fikrlarini komment yozib qoldiringlar. Va aytgancha, agarda bundan keyingi video Darknet 7-qism bo'lishini xohlasanglar, вот shuncha so'radinglar. Sizlarga ikkitagina shart, har doimgidek birinchisi 101 ming like, hozirroq like bosing. Keyingi shart, ya'ni ikkinchi shart esa 22 ming yangi obunachi kerak menga. Shuning uchun ham obuna bo'ling, tezroq 4 millionga chiqaylik, chunki bu mening orzuyim. Va endi bo'lmasam navbat ishtirokchilarimizni niqob yordamida berkinishiga. Let's go. Bizda polniy dacha bor va bu yerda sirli xona bor. Yopiq. Men mashina bekiraman. Ustimdan bo'yab qo'yinglar. Mana shu qayerdadir qolishim kerak. Hamma uy ichiga qochdi. Men bo'lsa tashqarida bekinaman. Chunki birinchi bor uy ichini qidiradi, uydagidan topadi, keyin bo'lsa meni oxiri topadi. Bo'pti, yaxshilab berkininglar. Bo'lmasam biz dashdan chiqib ketdik. Va endi yuring, mashinada o'tirib biz aylanib yuramiz. Mashina uy bilan issiq ekan. Endi men bo'lsa qatga bekinsam ekan, ha? Qatga bekinsam ekan. Hojatiga bekinsanmi ekan? Yo'q, bu odam bittada top qo'llar omonxon mani. Osonroq joyiga bekinish kerak-da. Tepaga yopish olaymi-ki, Spider-Manga o'xshab. Bizda mana shunday dekorativniy devor bor. Hozir bitta kadrda ko'rsatib ko'raman. Qanaqa bekinish mumkin? Variant. Misol uchun mana shunaqa. Hop, yotoqxonagami? Mashina qachdi tegiga kirib olsammikin? Yo, Mahmudda kompyuterlar bor ekan. Voy, buncha joy ko'p. Qaysi biriga bekinsam ekan? Mahmudda tepali ham bor ekan. Hop, o'ylashim kerak. Yo, men pastga tushib ketaman. Bu yo'lga bola chiqyapti. Xullas jigarlar, hamma ichkariga bekon oldik. Umuman tashqarini keyin oxirida qaraydi. Cho'nqisdan birinchi ichkani qaraydi, ungacha qolganlarni topib bo'lsa kerak. Men hozir prям zo'r joy topishim kerak. Hech kim o'ylamaydigan bo'lish kerak. Ketdik. O'tillarni tegir ustiga o'tillarni qo'yib olsam-chi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu oddiy berkinmachoq emas, bu niqobli berkinmachoq-ku. Bolalarning eng yoqtirgan xonasida polga hech kim qaramaydi. Shunga ham mana shunaqa variant haqida o'yladim. Eng pastdagi stoykadan tagiga tushib oladi. Men esa примерно mana shunaqa bekinaman. Слишком oddiy narsa. Menga o'zlaringiz bilasizlar, men juda ekstremal narsa yoqtiraman. Поэтому bu yerda pardalar ham bor. Orqasiga bekinishimiz mumkin. Lekin bu oddiy bekinmachoq emas, niqobli bekinmachoq. Shunga ham men примерно mana shunaqa turishim mumkin. Lekin bizda hozir 2 soat bor, shunga ham yana ko'proq joy qidirib ko'raman. Bitta maskirovka xayolimga keldi. Men baribir ozg'inman-ku. Shuning uchun просто men buni oldiga bundoq turib. Top bo'lmaydi-ya mana. Niriyani-a? Va bolalar berkingungacha men mazza qilib, xohlagancha qilaman. Va aytgancha, men bitta o'zim emas, men bilan birga Maqsudam bor. Yo, o'rtoqlar, hozir biz Omon aka bilan ko'ngil xushlik qilamiz. Birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz, sizlar yozgan kommentariyalarga javob beramiz. Ya'ni top 3 ta sizlardan kelgan qiziqarli savollarga. Maqsud tayyormisan? Davay. Va eng qizig'i, bu hamma qiziqarli savollar Darknet mavzusi bo'yicha, ya'ni bizning eng mashhur serialimiz va har bitta seriya salkam 10 million prosmotr bo'layotgan Darknet seriali haqida gapiramiz sizlarga. Xo'p, birinchi savol, Darknet 7-qism qachon chiqadi? Darknet 7-qism, to'g'risini aytsam, sizlar bu videoni ko'rayotgan paytinglar, biz o'sha Darknet 7-qismni suratga olib bo'lgan bo'lamiz. Faqatgina u video shunaqangi masshtabli video va shunaqangi qiziqarli video bo'lganki, montajga sal ko'proq vaqt ketdi. Shuning uchun ham to 7-qismgacha sizlar mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Va agar sizlar tezroq 7-qism chiqishini xohlasanglar, hozirroq like bosinglar. Va albatta 101 ming like va 22 ming yangi obunachi bizga kerak. Ya'ni Darknet 7-qism chiqadi deb so'rayotgan hamma obunachalarim uchun Darknet tez kunda chiqadi. Aynan
narsalarning qachonligini YouTube kanalimizda ko'rsatib borsanglar bilasizlar. Va ikkinchi savol Sardorda so'rashyapti. Sardor qayerda? Sardor qayerga yo'qolib qoldi deb. Sardor hozir to'g'risi bu haqida men hech qanaqa ma'lumot berishni xohlamayman. Faqatgina mana shu Darknet 7 va 8-qism ketma-ket chiqadi. O'sha paytda ko'rib bir olasizlar do'stlar. Chunki ishoninglar, juda bir bomba bo'lganda yangi qism. Shu uchun aytib like bosinglar. Xo'p, oxirgi savol berib bo'ldi. Keyin ketamiz. Uchinchi savol 4 million obunachiga fan strecha qilasizmi deb so'rashyapti. Xo'sh, do'stlar, 4 million obunachiga fan strecha qilamanmi, yo'qmi? Uni oldin 4 million bo'lgandan keyin bilib olamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'lmagan hamma obuna bo'lsin. Chunki 4 million obunachiga qancha? 400 qanchadir ming. Balkim siz videoni ko'rayotgan paytingiz o'sha undan ham kam qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq obuna ham bo'linglar. Всё. Ana endi bilasan nima qilamiz? Nima qilamiz? Ko'chada merchim bilan yurmaydi. O'rniga bir boshiga kiyim oling. Shuning uchun ham sen menga kiyim olib berasan. Bo'ldi, davay. Ketdik bo'lmasa. Ular o'zicha tepalik chiqib qoldi, lekin bilaman birinchi bo'lib shartqa turadi. Voy, bo'pti, kadubkalar bor ekan. Kadubkalarni odasiga hozir bir amallab berkin bo'laman, ko'rasiz o'zinglar ham omonxon точно topolmaydi. Xo'p, do'stlar, men qatga yashinsam ekan, ko'chadagi basseynda o'sha sari cho'milib yotibdi. O'shaning uchun men o'tga yashin olmayman. Ichkaridagi basseynchi. Ichkari basseynga kirsang nima bo'ladi? Umarbek bor ekan, qoch. Xullas bolalarni haydamasam o'sha meni joyimga kelib olmoqchi. Birinchi navbatda men bu yoqda qanaqa qilib berkinish yo'lini topishim kerak. Voy, yuzimni to'sib olsamchi? Yo'q, men kiyib olaymi? Va shunaqa qilib Umarbek o'ylagan g'oyasi bo'yicha beligacha korobkalarni kiyib oldi. Xullas o'rtoqlar, men hamma xonalarga kirib chiqdim. Menga ikkita variant keldi. Bittasi ustimga toshlab qo'ysam dedi. Tasavvur qilinglar, qo'lim mana bundoq qilib, yana bitta turba bo'lib oldim. Qaranglar, hozir menda bitta variant, mana shu, yana bitta variant ko'ramiz. Agar bo'lmasa, mana shuni nimadir qilib ko'ramiz. Короче, jigarlar yana bitta joy o'ylab qo'ydim. Men bu kolonkani otaveramiz-da. O'rniga o'zim kolonka bo'laman. Tepada knopkalarim bo'ladi. Bittasini bossa mana kolonkada o'tirib beraman, qara. Voy. Mana qaranglar, ichi bo'sh. Ichiga kirib olsamchi mashina. Loq-loq ekan. Mashina hamma joy ko'rib ham tursa bo'ladi. Hozir men bitta grim qilaman, shu bilan omon bo'ldi, meni umuman topolmaydi. Imabda qanaqadir tumba bor ekan. Uy! Odam bor ekan, bu yerda joy egallangan. No yaxshi joy topibdi. Xo'p, men qatga yashinsam bo'ladi. Suvda ko'rinib qolaman. Qatga yashinsam bo'ladi. Bizda gazon bor ekan-ku. Gazonga yotaman, top-toza gazon. Kelib ustimga prosta tak o'tlardan qo'yib qo'yishadi. Yuzimni yashilga bo'yab qo'yaman. Bo'ldi, meni strategiya ham shu. Men tayyorlanaman. Do'stlar, hozir men nafas olishim uchun mana shu kadobkani yuzimga moslab kesib olaman. Ketdi mana. Bilmadim bundan keyin omonxon meni ko'radimi yoki yo'q. Lekin menimcha eng atushi berkin o'tgan, zo'r berkin o'tgan o'zim bo'lsam kerak. Shu nafas olishim va ko'rishimga udobniy bo'lsa bo'ldi. Bundoq qilsam. Ana, hozir mana chiqib turgan yuzimni grim qilamiz va omonxon meni ko'rmaydi. Men bo'lsa omonxonni ko'raman. Va endi do'stlar, biz kiyim olishga keldik va ko'rib turganingizdek shunaqa bir kiyim maskaniga keldik. Ismini ayta olmaymiz. Qara, Maqsud. Meni ustimda har doim meni merchim va nima deb o'ylaysan? Ko'chada yurganda qanaqa kiyim kiysam yarashadi? Men o'ylayman, klassik kiyimlar kiyishingiz kerak. Shu menimcha sizga ancha yarashadi. Bo'lmasam hozir Maqsud menga 3 xil obraz qilib beradi va uni kiyib ko'raman. Baqani ko'ramiz, menda qanaqa o'zgarish bo'ladimi yoki meni merchim menga ko'proq yarashadimi? Buni albatta sizlar yozib qoldirasizlar. No, menga ja rang-berang narsa yoqmadi, shuning uchun ham hozir. Oy do'stlar. No, sal qalin, lekin o'zingiz baho beringlar. Oy do'stlar. To'g'risi sen bunisi mana o'zimga ham yoqdi. Polniy ko'rinishi. Va nima deysizlar, shu ko'rning olayman. Xuddi shu paytda Sara Malon berkinish uchun juda ham zo'r g'oya topdi. Hozir men manekenlar hammasini olib qo'yish kerak deb polniy. O'zim mana yerga yotib olaman. Mashi ideya menimcha zo'r bo'lsa kerak. Omon kelsa ham menimcha maneken deb o'ylasa kerak, topolmaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir manekenlarni qo'yib, sekin o'sha o'zimni yuzimni bo'yashga o'tamiz. Va Sara Malon ham o'z g'oyasini amalga oshirish uchun birinchi bo'lib manekenlarni bitta joyga yig'ib oldi. Mana manekenlarni qo'yib oldim. Endi o'rtasiga tushib olaman. Shunda omonxon meni topolmaydi. Hozir men bitta joyga qarab qo'ydim, o'ylashim bo'yicha eng ideal variant deb o'ylayman. Men 100% uverenman, shu yerda million so'm yutishimman. Mana men bu joyini bir teshib, nimadir qilib, teshib, masjidga maskirovka qilib bekin olaman. Приблизительно ko'rsatib bering, mana men buzmoqchiman hozir.
Ну вот, в принципе, shu teshikchaga ichkariga kirib o'tirib olaman, boshimni chiqarib olaman. Grim ananasdek bo'ladi va bularni orasida по-любому sezilmayman. Hozir men sizlarga primerni qanaqa ko'rinishini ko'rsataman. Mana bunaqa grim bo'ladi, ananasdek 100% ko'rinmayman. Va bu paytda grimyorlar Oybek akani butalar orasida ko'rmaslik uchun yuzini yaxshilab grim qilishdi. Bizda уже maska tayyor. Endi bu teshikdan qarab tursam hech kim farqi olmaydi. Do'stlar, men bu o'tni, men bu gazonni zo'r joy deb o'ylab turdim. Lekin men bu sun'iy gazonni topib oldim. Mana shunday ochilar ekan, qaranglar. Gilamga o'xshab. Hozir shunday tegiga kiraman-da. Boshim uchun, men bu yuzim uchun teshik qilib turib, o'sha teshikdan yuzimni chiqarib olib, yashilga bo'yab qo'yaman. Keyin yotaveraman, tayyor bo'laman challenge-ga. Qani bo'lmasam ketdi. Bravo, мне помоги. Hozir qaranglar, yopasan, gapiraman, ovozim chiqqan joyiga qo'lingni qo'yib ushlab turasan, keyin men pichoq olib kelib teshaman shu joyga. Oy. Va bola berkayotgan paytda biz parkka keldik. Va hozir Toshkentdagi eng katta amerikanskiy gorkada men Maqsudni uchaman. Maqsud, sen oldin uchganmisan hech? Yo'q, men birinchi marta uchyapman. Hozir bilmayman qanaqa emotsiyalar bo'ladi. Yo'q. Bo'lmasa, davay chiqdik. Oy. Bolalar qanaqa berkayotib bilmadi-ku, lekin biz mazza qilib beribmiz. Da. Let's go. Do'stlar, biz ana endi chiqib qoldik va hop, qanaqa emotsiyalar Maqsud, qanaqa emotsiyalar? Ben hozircha normal. Chunki asta sekin tepaga qarab chiqib ketyapman. Hozir eng yomoni pastga tushib ketishi bo'ladi. Mana bu yerda bunaqa aylanadigan joyi ham bor ekan. Va xuddi shu paytda Umarbek korobkalar yordamida yuzga niqob yasab oldi. Do'stlar, grin tugadi. Ko'ryapsizlar, korobkaga aylanib qoldim. Hozir korobkani ko'ramiz, ko'rinamanmi yo'qmi? Qanday do'stlar? Omoho, hayotda topolmaydi. Kommentariyga yozib qoldiringlar, kim oxirgi bo'lib topiladi? Menimcha men yutsam kerak. Gapir. Raz, mana. Ya, qo'rqmas. sorry. Mana. Tak. Bo'ldi, shatni qo'ling ushlabdi. Bo'ldi, shapti. Men o'zimning vazifamni bajara olmadim. Давай, Всё, давай, Bobur, спасибо. Va Sardor Shtayn o'zini yuzi chiqib turishi uchun gazonni kesib olib, yashirinish uchun tayyorlangan joyga yotib oldi. Teshikni qaranglar, bittada idealni kesganman. Gap yo'q. Endi bitta grimyor chaqirib yuborsang, meni yashilga bo'yab qo'ysa, bu men tayyorman o'yinga. Shu tarzda Sardor Shtaynning yuzini xuddi o'tni rangidek qilib qo'yishdi. Do'stlar, mana hozir grimimiz oxirgi qismlariga ham kelyapmiz. Va ozginadan keyin men shunchaki yer bilan bitta bo'lib ketaman. Yaxshi ma'noda. Asli esa shuncha mehnatga like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar va kommentga Sardor Shtayn legenda deb albatta yozib qo'ying. Va oradan 5 minut o'tib Sardor Shtayn ham tayyor bo'ldi. Men o'ylayman, Omoxon baribir ham ichkarida ko'proq qidiradi, chunki joy ko'proq. Men shuning uchun ochiq joyda, ko'chada bekinaman. Shunga men bor imkoniyatdan foydalanishim kerak. Misol uchun, to'nkaning yoniga o'tirsamchi, ibam va mendan misol uchun to'nka yasasachi. Yo'q, bilin, ochiq joyda o'tirish vashshiniy variant. Bu paytda Sara Maloyni grimyorlar xuddi manekendek oq rangga bo'yab qo'yishdi. O'rtoqlar, xuddi qo'l oyog'imni boylagandek mana shuni turg'izib qo'yishdi. Bundoq qilsam, orqam g'alati bor, tortilayotganga o'xshaydi. Bundoq qilsam, yuzlarim. Atak bu makiyajdan keyin Omonxon meni topolmaydi deb o'ylayman. Topib qolsa, men bilan aytib qo'ygan bo'ladi. Kimga o'xshaganimni kommentariyada belgilab ketinglar. Men o'zimni bitta odamga o'xshatdim, nima sizlarga podskaska bermayman. Sizlarning fikrlaringizni ko'raman. Va shunaqa qilib Sara Maloy o'zi topgan niqob bilan shu joyga berkinib oldi. Bu tomon kichkina basseyn bor. Eng qizig'i pustoy basseyn emas, ichida sharik o'yinchoqlar bor. Bo'lma degani bularni ishlatish kerak deb o'ylayman. Bizda niqobli bekimachoq bo'lgani uchun men, конечно, vaqt ketkazmasdan grim bilan mashqda bekinaman. Qanaqa qilib hozir o'ylab ko'ramiz va o'zlaringiz hammasini ko'rasiz. Xo'sh, Maqsud, qalay senga attraksion? Voy, vashti terlab ketdim, bor. Suvlar oqib ketdi peshonamdan. Eng qizig'i bilasanmi, bu attraksionga o'tish uchun oddiy karta emas. Anxor Park va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan kartani sotib olish kerak bo'ladi. Do'stlar, bu hech qanaqa reklama emas. Bu meni maqtanchoqligim deb qabul qilsa bo'ladi. Ya'ni men 4 yildan beri YouTube yurg'izib, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni ko'tarishga harakat qildim va bani qo'yib Toshkent markazidagi eng katta parklarning biri bilan hamkorlik boshladim va ko'rib turibsizlar, rasmimni yaqindan olib maqtanaylik. Va do'stlar, agarda sizlar ham o'zingizga xuddi shunaqa Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi kartasini olib, shu orqali bonuslarni yutmoqchi bo'lsangiz, prosta istalgan Anxor Park kassasiga boring va Omonxon kartalarini so'rang. Va bilasizlarmi do'stlar, eng qizig'i nimada? Agarda sizlar Omonxon kartasini ichiga parkda prям dam olish uchun 100 ming so'm qo'ysangiz, bu pul 200 ming so'm bo'lib tushadi. Ya'ni bitta attraksionga bir marta emas, 2 martalab mazza qilib tushish mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, bu imkoniyat faqatgina mana obunachilarim uchun. Shuning uchun ham albatta Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi asosida bo'lingan kartani sotib olinglar. Va aytgancha bu yoqqa yurgin.
Va bilasanmi, maqsud bu omonxon kartasini prям xarid qilib, Anxo parkida mazaq attraksion ishgan odamlarga qanaqa mani ashaddiy surprizim bor. Qanaqa? Hammasi juda ham oddiy do'stlar, qaranglar mana. Kartani yaqinroqdan olsang, mana bu yerda 6 ta son turibdi. Va hamma kartada mana shu 6 ta son 6 xil bo'ladi va bilasizlarmi, nimaga aynan bu ma'lumotni men hosiliga topaman? Chunki biz random orqali bu kartani sotib olgan insonlarni aniqlab va 100% tasodifiy ravishda 50 ta insonni tanlab olib, ular bilan birgalikda yangi YouTube videoni suratga olamiz va mana shu videoga agar sizlar qatnashmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta aytib o'taman. Anxor va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan Omonxon kartalarini olinglar va istalgan pulni tashlab uni 2 baravariga oshirib, bemalol Anxor parkida istalgan attraksionlarda uchinglar. Va oradan biroz vaqt o'tgandan keyin esa faqatgina karta olgan insonlar bilan men o'zimga yangi YouTube video olaman. Bu hammali, xolos, o'ylashim bo'yicha hammanglar tushundinglar va ana endi bo'lmasa maqsud biz hozir darsga qaytamiz va men Berkinga ishtirokchini topishim kerak. Let's go. Bu paytda esa Ahror grim yordamida ananasga aylanayotgan ekan. Jigarlar, mana mani grimman tayyor bo'ldi. Kulolmayman, normal gapirolmayman, lekin men уже tayyorman. Mana shunaqa bo'ldi. Orqamni ko'rmaydi va biz nariyoqqa o'zimizni joyimizga bekib olamiz. Alright, ketdi. Va shu tarzda Bobreloni ham basseyn ichidagi sharlarga o'xshatib bo'yab olishdi. Aniqrog'i tarvuzga. Vaqt ozgina qoldi, endi suvga tushish vaqti kelyapti. Bunaqa syomkada men birinchi martaman, lekin o'zlaringiz bilasiz, ekstremal tushganman. Поэтому muzli suvda yotaman. Ay! Ay! Arbuz perni. Ay, Omonxon meni topolmaydi. Jigarlar, men bo'lsa tayyorman. Do'stlar, oradan 2 soatdan o'tdi. Va endi bolalar yashimagan bo'lsa ham, uji kech. Men topgan bolamni jo'sgacha zo'rayman. Let's go. Va barcha ishtirokchilar mana shu dachiga berkinishgan. Va hozir men ularni hammasini topaman. Qaranglar do'stlar, bizni mana shu joyni o'zini juda ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va qidirishni boshlashdan oldin albatta do'stlar like bosib qo'yinglar. Chunki mana shu videoga hoziroq sizlar 101 ming like va mana shu videodan menga 22 ming yangi obunachi kelish kerak. Chunki bundan keyin men Darknet videosini chiqarmoqchiman. Va Darknet videosi chiqish uchun shu aktivni beringlar. O'rtoqlar Omonxon o'zi qidirishni boshladi. Menimcha birinchi bo'lib tashqari qidiradi. Katta ehtimol tashqaridagilarni birinchi topadi. Tashqarida menimcha Sardorishteyn и Babrello bor. Muhimi men ichkaridaman, yaxshi o'tiribman. Bo'pti o'rtoqlar, bo'lmasa men bekindim. Hammaylar, bo'lmasam boshda yaxshilab qarab chiqaman. Chunki to'g'risini aytsam, ishtirokchilar любой joyda bo'lishi mumkin. Misol uchun shunchaki o'tini tusiga kirib olgan bo'lsa-chi. Shuning uchun ham yaxshilab qaraymiz. Yo'q, bu hech kim yo'q. Mana nima? Uy, bilat. Yo'q-a? Do'stlar, hozir Omonxon hovlining narigi chekkasida ag'dar-to'ntar qilib yotibdi. Prosta takramani qidirib, o'ylaymanki, meni kelib topolmaydi. Xo'sh do'stlar, bizda hozir qidirishga qanaqa joylar bor? Birinchi o'rinda mana bitta basseyn. Bu bilet. Basseynda yuz foiz hech kim bo'lmasa kerak. Chunki endi oddiy joy, yosh bola kiradi basseynga. Stop. Do'stlar, mana bunaqa gazollar bo'lsa, kimdir orqasiga kirib olgan bo'lsa-chi, prям o'tni ustidan chizib olib bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham yaxshilab qarab chiqish kerak. Onasini emsa. Do'stlar, Omonxon hozir oldimdan o'tib ketdi. Meni tepib ketdi. No, topishga imkoni bo'lmaydi, qarab turinglar, yutamiz biz. O'tlikni ko'rasizmi? Kim bu? Yo'q, bu yerda odam yo'q. Ham daraxtga chiqib olganman ham. Ham archanchidami yoki? Yo'q. Bunaqa originalni niqob qilish qiyin bolalar. Shuning uchun ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va aytgancha do'stlar, videoni boshida aytib o'tganimdek, menga qidirishga atiga 1 soat vaqt berilgan. Va mana ko'rib turibsizlar, menda o'zi yana qancha vaqt qoldi, shuning uchun ham tezroq qidirishim kerak. Ey xudoy, bitta ham odam topmadim. Muje, va qanaqasiga bitta ham odam topmadim, ey. Stop. Mana shu 100% kimda chiqib qolgan bo'ladi. Chunki 100% belkishga zo'r joy. Uchun ham kimdir bormi? Net. Yaxshilab qarang-chi. Men 100% odam bo'lish kerak. Men kimdir ovozini narsa eshitaman. 100% yo'qmi? Yo'q. Cho'ta, men xontaxtdan tegi kimni kirib olganmi yoki? Ha? Sinib qoldim. Всё. O'ylashim bo'yicha buni hech kim ko'rmadi. Biz esa qidirish davom etamiz. Do'stlar, qanaqasiga hovliga bitta ham odam berkinmadi? Men bosh tushunmayapman. Omonxon! What? Ichkaridan kimdir baqiryapti. Stop. Do'stlar, u 100% musorchelida bo'lish kerak menimcha. Chunki musorchelaga berkinish bu eng zo'r qo'shiq. Yo'q, bu вообще yengil bu. Вообще musorchel. Shoshmang, men zina bor ekan, zinadan chiqaychi. Va do'stlar, men hozir tepaga chiqdim va tepada ham hech kim. Bu toshida berkinadigan joyi o'zi yo'q. Balkim orqamdagi devorga kimni kirib olgan bo'lsa-chi.
Yo'q. Ajralib turgani yo'q, bir xil ketyapti. Da bilaman, Berkinga insonni topishga juda oz vaqtim bor, lekin men shunaqangi zo'r qidiruvchimanki, prosta tak na easy topib qo'yaman hammasini. Va qanaqasiga bunaqa tabiatga like bosib, Omonxon YouTube kanalini 4 million obunachiga olib chiqmasam mumkin. Shoshmang, endi bitta o'zim telefondan o'zimga video oling. Do'stlar, men shunaqa joydaman, mana quyoshni qaranglar. Va mana shu katta dachada biz hozir Berkinmacha og'amiz. Va mana buni qaranglar. Polniy. Hamma yo'q, anaqada. Stop. Stop. Wow, bu 100%. Voy, men buni ko'proq deb o'yladim boya. Do'stlar, biz o'sha birinchi ishtirokchini topib oldik. Naqadar kuchli bo'laman. Voy, qatta ekan, men ko'rmayapman. Boburillni topishdim hozir. Boburillni topishdi. Bakashda bitta ishtirokchi kamaydi. Ну, пока yutolma. Qanaqasiga bunaqa bassenda berkirish mumkin Boburillni? Ha, Boburillni topishdi. Mani taktika, mani do'stim, mani partnyorim tarvuz edi, lekin meni birinchi bo'lib topdinglar. Ikkita zirak bo'lib, yuzga yopishib qolibdi. Qani keling-chi. O'rtoqlarimcha Boburillni topib olishdi. Cho'ti baqir-chaqir bo'lyapti. Sekin ichkariga kiradi menimcha Omonxon. Shuning uchun addish chidashga harakat qilamiz. Bu meni oxirgi bo'lib topadi. Boburillni, qarang, siz 6 ta ishtirokchidan birinchisiz va men 1 soat davomida qolgan hammani topishim kerak. Dachi kurtus juda ham katta. Va agar menga yordam bersangiz, men sizga 1 million emas, mayli, yutmaysiz, shuning uchun 100 ming so'm beraman. Men sotadigan bola emasman, lekin ikkita narsadan. Birinchisi, mendan yaxshiroq joy qidirib, yaxshiroq grim qilgan odamlar bor. Ikkinchisi, meva qidiring. Meva. Ya, menimcha prosta Boburillni chaqirdi. Hammali bo'ldi. Короче, men birinchi etajdagilarni eshitolmay, ular Omonxon deb turib baqirishyapti-da. No eshitinglar. Omonxon! Shoshma ichkarida kimdir bor. Ichkarida 100% kimdir bor, qidiramiz. Bilan kelyapti. O, do'stlar, uy ichida voqchi berkiradigan joy ko'p. Shoshmanglar bir chekkadan qarab o'tinglar. Men bitta konditsioner, pardalar orqasida 100% odam yo'q. Eng qizig'i bor-ku, yoniga borib qaramasa ko'rib bo'lmaydigan darajada berkinishgan, 100%. Do'stlar, Omonxon meni hali ham topolmadi. Menimcha eng zo'r bekingan odamman. Do'stlar, mana bu divanni tagida ham kimdir bo'lishi mumkin. Buni men hammasiga yaxshilab qarashim kerak. Men Pokedan ekan. Pokedanmi? Bunun ichida odam bo'lishi mumkin. Shoshmang, qarang, men xonaga kiraylik. Men xonani sevinib ochilib qo'yishgan. Qanaqadir manekenlarni tegib, meni o'zicha odam deb o'ylaydi deb o'ylayaptimi? Maneken ustiga masalan material tashib qo'ysa, Marian odam deb o'ylab borib ochib cho'chishi mumkin. Menimcha vaqt kam bo'lganiga shubha qilmayman. Momentda, вот ochki saramoqloyniki. Mana bunaqa singan nimadirlar. Demak, shu uslubda kimdir berkingan bo'lishi mumkin. Moment. Bu hech kim. Tashqarida ichib ketganmi? Ha? O'rtoqlar, menimcha eng oxirgi bo'lib men topilsam kerak, chunki Omon tashqaridan qarab olib, Boburillni topib ichkariga kirib ketdi. Bo'ldi, u tashqarida umidini uzdi. Endi oxirgi bo'lib men topilaman. Bu hamma do'stlar, men qidirishimga juda oz vaqt bor, shuning uchun ham juda tez qidirishga majburman. Momentda balkim uxlashgandir. Xo'p, hammayli. Momentda esa hoppa! Mana shu ko'rpachaning tagida kimdir bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q. Parda orqasidan. Do'stlar, уже 10 minutdan ko'p vaqt o'tdi, men albattagina bola topdim. Men nima bu? Patologdan shoshmanglar. O'rtoqlar, Omonxon kirdi, Mametlarni nimadirlarni qidirdi, ko'zimni zo'r o'xshab turdim, ochib yormaydi. Yonimdan o'tdi-da, keyin o'yladi, manekenlarni obmanga deb aldoti deb o'yladi-da. Voy, kiyotdi. Qatta bo'lishi mumkin bular, Boburillni kiyotdi. Ha, Bobur? Shotam qanaqa vaqt kimdir topdingizmi? Sizni topdim-ku. Yo'q, boshqa hech kim topmadingizmi? Siz sotib bermasangiz, men shu topolmayman lekin. Men bitta narsa aytaman, yana bir bor. Bu yerda sotqinlik bo'lmaydi, lekin kreativnost ishlatgan odamlar bor. Xo'pmi? Aytganimdek, mevaga e'tibor qiling va sirli ishtirokchilarni topishingiz kerak. Давай, делай, броски. To'g'risini aytsam, men hech qaysi gapiga tushunganim yo'q. Menimcha prosta meni chalg'itib vaqtim o'tdi. Shuning uchun ham basseynga kelamiz. Ketdik basseynga. Skoch, demak kimdir qizil rangga bo'yalgan. Buni hozir men topaman. Mana korobkalar. Va 100% korobkalarning ichida kimdir bo'ladi. Voy, men bunda odam borligini. İçi bomboş ki ona. Bu odam berkinishiga явный joy-ku. Bo'lmasa, mana bunaqa kichkina korobka hech kim berkinmasa ham kerak. Mana, shoshmang, men aytgan qaraylik. Bu hech qayerda yo'q-ku, bilay. Men buni prosta qaraylik, mana shu yerda o'tirishim mumkinmi? Bu yerda esa
Bam. Qoch bu yerdan. Sen yutasan, men senga yordam berdimmi, yutasan sen. Ketdik dal ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Yo, prosto do'stlar, logishni o'ylab qaraganda, mana korobkali bo'ladi, kichkina aldash uchun bitta katta korobka bo'ladi, o'shanchiga odam berkinadi. A bu yerda unaqa emas. Do'stlar, hozirgina omoqim kelib ketdi. Meni ko'rishga ozgina qoldi, lekin topolmadi. Vashi qo'rqib ketdi. Menimcha endi meni umuman topolmaydi. Hop, zinada, iji tualetning bo'lmagani. Stop! Oling, mana qarang. Mana tegi teshiq yoki zinantagi bola kirib olganmi? Mening qizim, nima bu qorong'u? Mana buni qarang. Ey, bu nima bu tualetning bo'lmaganini olib tashlaganmisan-la? Men o'ylashim bo'yicha, mana bu yerda точно kimdir bor. Shuning uchun ham mana senga. Ha? Stop. Mana Bobrel o'tgan mevali. Bu yerda bir tinga qimmat ananasi bor, mana bu yerda esa qovun bor. Mana bu yerda esa to'g'ralgan ananas. Nimaga to'g'ralgan? Bile, o'zim ham aytdim, Bobrel to'shimizdan chalg'itgan. Chunki mana bu yerda odam ham yo'q-da, bilay. Yoki parda orqasidanmi yoki? You are my sunshine. Yaxshi obraz, yaxshi. Qimirlamasdan tura oldingizmi? Belim og'rib ketdi, вообще. Men birinchi bo'lib chiqib ketdim degan. Sardorsteyndan ikkinchi o'rin bo'lib tursang, roziman yetishdi. Do'stlar, hech qaysi xonada hech kim yo'q. Mametlarda ham yo'q, qarang. Mametlarda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bular? Ey. Umuman tushunarsiz. O'sha asabim buzilib ketadi. O'sha 20 minutdan beri qidiryapman. Onasini bular qo'lim. Mana sharlarni qaranglar. Men chalg'itish uchunmi bular? Shoshmanglar, normalniy qaranglar. Men juda aytirmog'im. Men juda nesurni qaramman. Balki asabim buzilib ketadi. Chunki to'g'risi do'stlar, hozir nechta 5 ta ishtirokchi qoldi. Agarda 5 ta ishtirokchi bo'lsa va 5 ta ishtirokchiga men 1 million so'mdan berishim kerak bo'lsa, 5 million berishim kerak bo'ladi. Men buni xohlamayman, Nahot ikkinchi etajda bitta ham odam yo'q. Omorxon. Do'stlar, shunchalik yerga zo'r yashinganmanki, yer bilan bitta bo'lib ketganmanki, o'sha baqirib chaqirsam ham topolmaydi menimcha. Va do'stlar, shunchalik qiynalib yer bilan bitta bo'lib yotganim uchun o'zingizlar iltimos bitta like qo'yib qo'yasizlar. Va Sardorsteyn legenda deb kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Ketdi. Bizni menimcha hali bu xonaga kirganimiz yo'q, shuning uchun ham do'stlar, goblin klon bu videoda nima qildi? Bu yo'qol, Nima? Nimadir? U nimaga keldi? Bu do'stlar, men umuman tushunmayman. Bunaqa videoda balo bormi goblinga? Do'stlar, вообще-то sizlar tasavvur qilsam, hozir men bosh videoman, bu videoda mana klon paydo bo'ldi. Nima bu Darknet klonlar jinni bo'lib qolganmi? Qani? Hozir shu dedi, to'g'rimi? Shoshmang. Вообще-то klon bizga u nimaga keldi dedi menimcha. Просто o'zinglar eshitdinglar. U nimaga keldi? Kim keldi? Men вообще tushunmayman. Bittasi senga surpriz bor dedi, bittasi u nimaga keldi dedi. Kim keldi bilan? Hop do'stlar, menimcha meni hech kim topa olmaydi. Kommentariyada kim uchun yozib qoldiringlar. Yo'q, lekin do'stlar, bilasizmi nima? Men juda bir nojiddiy voy bilan. Poshsho bilan. Men bugun xalaqit beradigan odamman. Yuziga ham qaranglar, qanaqadir klon bo'lib yotibdi. Stop. Bobur mevani oldi dedi, to'g'rimi? Mevani oldida xos paydo bo'ldi. Shu mevani yaxshilab qarab ko'raylik. Men qara. Qamab qo'ydinglar meni. Boburelni ochib yuboring, qamalib qoldim. Sekretniy kod. Vaqtim ketdi, men odamdan topishim kerak. Sirli so'z ayting, sirli parol. Like bosinglar do'stlar. Shoshmang. Da. Sirli parol. Boburel, aning iltimos menga xalaqit berasiz uchun uzoqroq turing. Ha, podskaska beringmi? Yo, bo'ldi, podskaska kerak emas, bo'ldi, qoching. Bo'ldi, men o'zim uchun tushunib oldim. Shoshmang. Qarang. Yaqinlashtiring. Ko'rasiz? Kim bu? Sen sotding meni! Boburelni sotdi meni bilan. Do'stlar, ahroram o'zi topildi. Ular prosta yashinib olmaganda, normal joyga. Mana men cho'tga yashinganman, men даже yaqin ham kelganim yo'q. Voy, bilan axirsimni stolga. Let's go! Meni oxirgi bo'lib topdingizmi? Siz ikkinchi bo'lib topdim.
Men yutqizdimmi hozir? Siz qanaqasi? Yuz, mana buni qarang, do'stlar, poking kesib kiryapti. Boshingizni qarang. Men bilasizlarmi qanaqa bilib qoldim? Keldim-da, yana yondan mana kley joyini ko'rdim-da. Dedim, kimda ananas achib qo'yibdi dedim. Keyin yaqindan qarasam baqirib yubordi, qo'rqib ketdim-da. Demak, do'stlar, bizlar Ahror Alixonovni ham topdik. Lekin Topishdi meni ya. shoshmang, ananas oldi keling chiqani. Biriga biru. Do'stlar, men umrimda ko'rmaganman bunaqa berkinmachoqni, ya'ni bu darajada mehnat qilingan berkinmachoqni. Qani? Shoshmang. Bittalab detallarini kesib olib yopishtirilgan ekan va shuning uchun ham do'stlar hoziroq grimyorlarimizga rahmat aytib qo'yish kerak. Ya'ni respekt aytib qo'ying. Ya'ni bu uchun sizlar albatta boya aytib o'tganimdek o'sha 101 ming like va 22 ming yangi obunachi kerak. Va Ahror aka topildingiz. Aman esa o'sha yarim vaqtim o'tib bo'ldi va shu uchun tezroq qidirib ishtirokchilarni topishim kerak. Ikkita meva Meni sotib qo'ygan inson. Men sotganim yo'q. O'zinglar bilasizlar kommentariyada nima yozishni. Do'stlar, men yana tashqariga chiqib qoldim. Quyosh ham botdi. Bu degani vaqtim tugadi. Xo'p, boya Babrello yugurdi. Men ko'rdim boya, esingizda bo'lsa. Lekin Babrello gazon ustidan yugurmadi, Mametdan yugurdi. Bu degani gazonda kimda bo'lishi mumkin, ha? Chunki ayniqsa Ahror qilig'idan keyin shonuriylar Lubojada bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Boy gazon ichida sardor terim berkinganda hozir topiladi sardor. Stop, men bu gazon ichida salomnaqa yemirlagan. Yo, bu javnaqa bir aql bo'lsa kerak. Xulosa do'stlar, menga eng alam qotgan narsasi, men bu dachaga umuman hali kirganim yo'q. Ya'ni ichkarisiga hozir qidirish uchun kirdim. Ya'ni bungacha bo'lgan holatni umuman bilmayman. Shuning uchun ham bolalar balkim o'zgartirgan bo'lishi mumkin, bolalar balkim yerni kovlab o'ziga balkim quduqli qazgan bo'lishi mumkin. Men umuman shuni bilmayman. Xo'p, archada bo'lmasa qayerda bo'ladi? Archada bo'lmasa. Archada bo'lmasa lekin mana bunda bo'ladi. Ay, блядь, bak qidiryapman bu yerda men. Do'stlar, qayerda bo'lishi mumkin, Mana, Lyubov berkinmoqchilar odam daraxt yoki archaga chiqadi, uyga berkinadi, nima qiladi? Bironta chuqur joyga kirib oladi. Musorchilikni ham chida yo'q. Do'stlar, sizlar hozirgilar ustimdan bosib o'tib ketdi. Mana shu stol qimirlatib turib meni ko'rmadi. Keyin archa qo'liga kirib ketdi, prosta ketordi, ay qo'lim deb. Qarang. Men hozir mana bu o'tga e'tibor berib qaryapman-da va ko'raman. Bu yerda teshiklar bor ekan, lekin bu yerda odam yo'q. Ya'ni balkim prosta arzon yasam o'tdir. Stop. Stop. Bunga odam berkingan. Voy, mana qarang. Oling yuzini. Mana Mametda ekan yuzi. Mana, qani shoshing. Voy! No! Kim bu obeki sizmisiz? Ben yutishim kerak edi bu o'yinda. Do'stlar, men bekorga hovliga qaytib chiqqanim yo'q. Men bekorga hovliga Do'stlar, Oybek ham topildi уже. 3 ta odam qoldi, men, Sara va Umarbek qoldi. Do'stlar, juda qattiq xursandman, chunki bu Oybekni topish menga bo'lgan ishonch qaytardi. Obunachilik gapingiz bo'lsa tezroq gapiring, qidirishga vaqtim kam. Qolganlar ichkarida. Hozir o'ylashim bo'yicha baribir aldosman. Va yana bizda sirli ishtirokchi bor. Sizlar ezordinglar sirli ishtirokchi deb. Sizlar boyadan beri prosta meni vaqtim olishyapti. Bittasi meva deydi, bittasi sirli ishtirokchi, bittasi hammani sizlar aldashyapti xolos. Hammani ichkari kiraylik. Qani? Mana qarang. Mana archa bor va umid qilamanki archani ichida kimdir bor. Keling chiqing. O yaxshi fanlar tuting. Mametdan hech kim yo'q. Voy xudo, bu dem hech kim yo'qmi hali? Men mashlarda prям nisro'zni qoldirdim deb qattiqdir shoninglar. Men mamam yonlaridan, mana tepalaridan qatorda qaramadim. Eng qizig'i yana nechta ishtirokchi qoldi? Yana 3 ta qoldi va qanaqadir sirli ishtirokchi deyapti bolalar. Men bilmayman даже kimligini. Xullas, juda ham zo'r joyga berkingan edim. Tuve gul prям mos tushdi. Babreloni topgandan keyin men umuman topolmaydim deb prям uerinib o'tirgandim. Lekin chuchvarani xom sanagan ekanman. Oling, yaqinlashdim, to'g'ri. Teshik bor ekan korobkasida. Qani? Kimdir bormi? Kimdir bormi o'tdi? Voy, mana qarang, qo'l do'stlar. Yana bitta odam. Yiqilib tushdi bu odam. Ketdimmi? Yo'q. Umarbek ham topildi. Yuzimdan ko'chiryapti ham men buni. Aytgancha obunachilar gapingizni tez gapiring, men qolganlarni qidirishim kerak, vaqtim kam. Shuncha harakatimiz uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha sassiqcha yutsa kerak. Sardor Steyn! Bo'lmasam men hozir уже 4-ishtirokchini ham topdim va endi bo'lmasam qolgan ikkitasini topaman-da va vaqt tugashdan oldin topsam hamma pul o'zimga qoladi. Ketdik. Do'stlar, shunchalik qiynalotganim uchun davaychi like bosib qo'yasizlar. Shoshmanglar. O'rtoqlar ovoz eshityapti, menimcha eshik orqasida turibdi. Do'stlar, уже 10 minut qoldi. Men juda shoshilaman. Lekin Mametdanmi ekan?
Mana ko'tarilmaydimi? Mana bular. Stop, mana divan. Do'stlar, divan bor ekan bu yerda. Hech kim yo'q faqat. Shunda hozir shoshmay qolgan ishtirokchilar kim? Sara Maloy bilan Sardor Shteyn. Do'stlar, o'zi vaqtim juda ham kam. Oyog'im daj yuraman. Men prям basseyn ichidan. Hey! Stop. Man edim. Qarang, nari tomonda odam bo'lishi kerak. Tarvuz sifatida aytyapman. Tarvuz sifatida. Hey, Tarvuzda ishoning tarvuzdagi. Qarang, man edim. Yuring bu tomonga. Stop. Hop, podskaska beraman. Stop. Anta odam bor. Stop. Do'stlar, hozir o'tiribman. Ana yerda ikkita odam o'shayotgan ovoz eshityapti va Bobrov chiqib maydonda o'zini oqilyapti. Hali demasam ham. Все, Bobrov o'yindan chiqib ketib yutqizganingiz ishorsiz, shuning uchun siz gapirish haqqingiz yo'q. Все, shoshmang. To'xtang. Bu yerda qaysi qatta bo'lishi mumkin? Shoshmang, qatdan chiqdi ovoz. Yoki shoshmang tepadami bu? Tepadami yoki bu? Qatdan chiqdi bu misol, shoshmang. Ay, bilet, oyog'im nimada kirib ketdi. Mana bu haqiqiy gaz emas-ku, shoshmang. Mana buni qara. Voy! Buni bosh. Voy! Odammi bu? Voy, odam ekan. Kim bu? O'ziga o't yopishtirgan. Kim? Voy bu. Sardor Shteyn! Do'stlar, Sardor Shteyn bo'ldi. Mana. Voy, bechorani yotishini qaranglar. Voy. Qanaqa qilib topding? Bobraydor, tupoy Bobrolov, просто yotgan paytim ustimda skameykaga kelib yotib oldi просто. Demak shunga baqirib yuborgansiz. O'shanga og'riqdan dordam keyin topsing mani kelib. Bo'ldi, challaqlik qiling. Yo'q, eng qizig'i Bobrolovchi o'zi menga yordamlashdi masjidga yashinishga. Esdan chiqib qolibdi просто. Juda kam vaqtim qoldi. Shuning uchun ham men targ'ib ko'rishim kerak. Ey mana. Ey bolalar, bittagina odam qoldi. 1 million so'mni avaylaylik. Sirli odam topdingizmi? Nimaga hamma sirli odam topdi? Jinnisiz. Bilasizmi siz? Voy bilan. Davay. 10 marta qaradim shu yerda yana qaytib qaraman bor-ku. Lekin do'stlar, Sardor oldiga 3-4 martalab borib ko'rmay qolganimdan keyin 100% bitta borgan joyimga bir 3-4 marta yaxshilab qarashim kerak deb o'ylayman. Stop. Balkim tarvuz kimdirdir. Hech kim emas ekan. Shoshmang. Mana bu yerdachi. Qarang. Nima qilib tashlagan bular? Yoki stop. Men 100% beraman. Hozir qidirayotgan odamim oldidan 2-3 martalab o'tib ketganman. 100% beraman. Vaqtim kam men. Bitta men buni ustiga qaramadim faqat. Yoki Bulat! Shoshma, bu odam. Stop. Buni oling, yondan oling. Va do'stlar, men o'sha bu berki mashoni yutdim. Vaqt qancha bo'ldi? Vaqt tugadi-yu. Nima bu? Birinchi qani? Bu o'ylayman bunchalik yumshoq. Bitta o'qib ko'ring. Ko'zingiz birinchi qani? Va qanaqasiga do'stlar, mana shunaqa eksklyuziv video uchun like bosmaslik mumkin. Shuning uchun ham albatta birinchi o'rinda shunaqa jostki grimga chidab o'tirganlarga katta rahmat. Va shu bilan men bu challenjni yutdim. Yutmadingiz? Sirli mehmon bor-ku bizda. Sirli odam ham bor. Topdingizmi uni? Kimligini ham bilmaysiz, boring. O'rtoqlar shuncha payt qiynalib turib, azizgincha qolganda meni topib qo'ydi. Men xursandman, shu Babrelovdan keyin topildim, oxiriga topildim. Hop, qatta, ikkinchi etajdanmi? Bu yerda kim bor? Kim bu sirli ishtirokchi? Va u mana bu ishtirokchi. Kim bu? Sardor! Do'stlar, meni tanigan bo'lsanglar kerak. Men Sardorman. Hozir o'ylayapsizlar, bu yerda nima qolsan deb. Men shunaqa sog'inib ketgandim Omon akaning videolariga chiqishni. Hozir Omon akaga yetmasdan men sirli ishtirokchi bo'lib chiqyapman. Qanaqasiga men bu yerdaligim bilmoqchi bo'lsanglar, Darknetda keyingi qismlarini ko'rsanglar, nima uchun bu yerdaligim, qanaqa qilib men u yerda qaytganimni bilib olsanglar bo'ladi. Va ana endi bo'lsa men yashinaman. Mana bu eski chiroqqa o'xshaydi. Bu yerda esa kalla tiqish uchun joy bor. Bu yerda esa men o'tiraman. Va buni ichiga o'tirganimdan keyin shuna kallamni chiqarib, men bu svetilnikni boshi bilan shunday yopib qo'ysam boshimni, Omon aka kirsa umuman topolmaydi. O'rtoqlar, sizlar bilmaysizlar meni boshimda qanaqa qiyinchiliklar o'tganini. Videoni ko'rsanglar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Va do'stlar, men shunaqa yashinib olaman va ustimdan bitta tashing. Endi men umuman ko'rmayman bu yerda. Va xuddi lampochkaga o'xshab turaman. Voy, do'stlar, hammanglar birinchi o'rinda 5,
Sardor qaytdi va bilasanmi nima? Darknetdan oldin bu video chiqadi-da. Sen o'sha bu videoda ko'rinib qo'yding. Va hozir shuning uchun Sardor больницада bo'lish kerak edi va nimaga больницаga tushganini biz Sardor bo'ldi, ko'rsatmaylik. Chunki Darknetda ko'rsin. Va nimaga Sardor больницаga tushganini esa Darknet 7 va 8-qismlarda to'liq bilib olasizlar do'stlar. Hozir emotsiya berib videoni olib ketishga harakat qilaman, lekin qiyin. Chunki Darknet oxirgi, ayniqsa oxirgi o't qismlari, chemkasidan keyin biz juda qattiq qiynaldik. Chunki endi videoni ko'rsangiz tushunasizlar, gap bilan hozir tushuntirib qo'yib sizlarga qiziq joyini o'ldirish niyatim yo'q. Darknet 7 va 8-qism. Bundan keyin, mana shu videodan keyin shu videolar qo'yiladi. Albatta ko'ringlar. Va u videolar agarda mana shu videoda 101.000 like va 22.000 yangi obunachi kelsa chiqadi. Va bilamiz, Sardorni klonga qo'yardi. Balkim Sardor klondir. Xullas sizlar uchun mana shunaqa video bo'ldi va videoda va nihoyat 1 yil deganda Sardor Omonxon YouTube kanalida va qanaqasi kelganini esa keyingi videoda ko'rishamiz. Va hozirroq like bosing, obuna bo'ling va keyingi videoda ko'rishgungacha ciao. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyaga kirib, darvoz deb yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, kim videolarimni oxirigacha ko'rar ekan. Va mana bu yerda esa eng zo'r videom turibdi. Hozirroq o'tib ko'ring.